yilman dedingiz? 34-yil 20-yanvar. Shunda hozir bir kam 90mi? Bir kami 90. 20-yanvarda 90ga kirasiz. Nasib qilsa, Xudo xolasa. Voy. Sizni 70 yoshlarda deb o'yladim. Mani katta o'g'lim 62. Katta o'g'lingiz 62 yoshda? Qoyil. 62, 60, 59, kenjasi qiz, 3 o'g'il bir qiz. Qoyil. Hech kim siz 90ga kirgan deb o'ylamaydi lekin. Katta o'g'lim bir yilda bir marta keladi Toshkentga. Ha, chet elda Chet yashaydi. elda ishlaydi. Endi bu yil qaytadi butunlay. O'sha 32 yildan beri o'sha yerda yashaydi. Qayerda? Myunxenda. Myunxen, ha, Germaniyada. O'sha men bu to'ylarga chaqirishadi-yu haligi. Aha. Oshga kirganda joykash hammani tanimaydi-yu. Aha. 10tadan 9tasi aytadi katta o'g'limga, "Aka oldingiz o'ting, aka oldingiz o'ting." Qoyil. Qoniga bir urib qo'yaman. "Aka oldingiz o'ting" deydi. "Ada qo'ysangchi" deydi. Ey baraka topi. Sochlari to'kilib ketgan, qorin qo'yib yuborgan. Mani 14 yil oldin pensiya chiqaz yuborishdi. Ha. Doda bilmay qolibmiz. 14 yil, 15 yil ko'p ishlab yuborishdi. 75 yoshga keldi. Ha. Men hozir o'tganga hazillashib Yandexga borsam, hammasi to'g'ri keldi, dokumentimni ko'rib, doda, 30 yilga kech qolibsiz, o'zingizga ishga kirishga. Sho'pirlik staj necha yil? Men mashina haydayotganimga mana 61 yil bo'ldi. 61 yil. Qoyil. Uzr, endi so'raganda ayb yo'q. Kampiringiz bormi? Ha, u mendan yosh. U 80da, men 89daman. Ha, yasha. Mana 24-dekabrda Xudo xolasa 63 yil bo'ladi o'ylanganimga. 63 yil. Sog' bo'ling, sog'. Menda 18 ta navaram bor. Baraka topi. Hammasi qiz bola, bitta ham o'g'il navaram yo'q. Ha. Katta o'g'limni o'zbeklar qahramon, o'rislar giroy deydi. Meniki 8 ta qiz edi. 8 ta qiz. Katta o'g'lingiz 8 ta qizi bor. Ha, o'sha qilgan hammasidan mani bolalarim hammasi buva-ku o'zi. Qoyil. Mani faqat kenja o'g'limni kenja qizim ham, qizimning ikkita qizi hali bu yil mana 16-si ketadi, Xudo xolasa. Resmensini tugatdi. Hammasini o'qish tugatib keyin turmushga beryapmiz. Bu eri ishlatadimi, ishlatmaydimi bu ikkinchi masala. O'qitish shart edi. O'qisa fikr yuritishi, dunyoga qarash boshqacharoq bo'ladi, baribir. Taksiga ham shu uyda zerikkandan chiqar ekansiz. Men o'zim mana qarang. Ertalab chiqaman-da, 12 uzoqman birda kirib ketaman uyga. O'zimni 200 kilometrni olmasam bo'lmaydi-da men. Toshkentning tinchligini ko'rib, men kirib ketaman uyga. Pensiya chiqaz yuborishganimda где-то bir haftacha normalniy yurdim. Keyin qarasam, tom ketib qolyapti. Bilasizmi, mashinaga o'tirardim-da, ketdim, misol uchun Samarqandga. Termizga ketib qolardim. Keyin qarasam bo'lmaydi. Keyin shu taksistlarning nonini ko'raydim. Qiziqib chiqdi o'zi. Soyuzda ham hamma joyini aylanib chiqqandirsiz. Soyuzda hamma joyini aylanganman. Keyin mana bu mustaqillik bo'lgandan keyin litsenziya mashina betiki mana shu yerdiki, litsenziya bor edi Yevropada ishlashga. O'shanda men Domodedovoga yuk oldimda Moskvaga yo'qdan yo'dan terminalga kirib Myunxenga oldim, Germaniyaga. Yo'q, o'g'limni ham ko'rib ketaman deb. Kelib tushirib mashinani terminalga olib borib qo'yaman deb o'zim zang chiqaman, kelib olib ketadi deb. Kelsam, to'rtta farin migach qilyapti menga. To'xtatsam, Pribaltikalik bolalar tanishlar. Ular meni Toshkent deyishardi. Ha, Toshkent deydi. Mana yuk tushirdim. O'g'liniki keyin boraversan, ketib bizaman deb tushuntirdi. Kataloniyada qanaqa ish, qancha to'laydi,
Как раз yana bitta mashina bizni ortishingiz kerak deb. Yo'q. Menga to'g'ri keldi. O'sha yerda men o'sha korxonada 16 yil ishladim. Yevropada hammi? Men Yevropada 16 yil Kataloniyada yashadim. Mani xotinim maza qildi. Har 2,5 oy, uzoq 3 oyda chaqirardim. Vizalar ochuv. Misol uchun palon chisloga Rimga bilet olgin derdim. Bilaman, men o'sha kuni Rimga kirib kelaman, 4 kun o'sha yerda bo'laman-da. U yosh, u paytda anaqa telefonlar yo'q edi sizga o'xshagan. Kameraga olurardi hamma joyi. Gostinitsa nomerlari, samolyot biletlari. Yo'q keyin men o'zi butun Yevropani ko'rsatdim-da. Men va'da qilganman yoshligida. Mani aytganim sen yarim dunyoni ko'rsataman. O'shanda Parijda Olmonda borgan ekan-da. Yarim dunyoni. Даже La Manche teglaridan Londonga olib borib keldim. Nevaralariga maqtanardi. Mana dodanglar menga xayolida joy belgilardi. Hozir endi avaralariga maqtanib o'tiribdi. Toshkentga qaytib kelgandan keyin zerikish bo'lmaganmish qilib Yevropadan? Men har yili bo'lardim. Men bu anaqa Covid bo'ldi-yu. Biz oldin 20 ta biletlar olardik Moskvaga, Yorqaga. Men xotinim 18 ta navaram. Men navaralarim chiqazmaganman. Ota-onasiman. Endi bilasiz-ku o'zbekchilikni. O'sha naryoqda yashagan qanaqa deb yurmasin deb, yo qaytlaring deb, yo bolalar shu yerda qoladi deb. Mana 18 tasini o'zimiz er-xotin katta qilganmiz bu yerda. 20 ta bilet olardim Moskvaga. Qizim Moskvada yashaydi. Kuyovim, kenja o'g'lim yaqin og'aynisi. Katta o'g'lim Germaniyada, o'rtacha o'g'lim Amerikadan, kenja o'g'lim Kaliningraddan, hammasi Moskvaga uchib kelardi. Saralab bolalarini biz er-xotin o'rtancha o'g'lim ham Amerikaga uchib ketardi. O'tdan keyin Nyu-Yorkdan o'zining mashinasida yana 14 soatlik yo'l Nashville. Shtat Tennisi. Bu NASA'da ishlaydi. Bilasizlar NASA? Da. O'sha NASA'da ishlaydi. O'tda ko'p yo'lida ko'p turolmayman. Gapini tushunmayman. Yetib uzoqman chiqibdi. Keyin katta o'g'limga uchib kelamiz. O'tda ham endi o'tda u sразу xotinimni обследование yotsa-da, har yili meni xotinim 2 marta profilaktikaga yotadi. Kardiologiyaga. Keyin men o'tda mashina olaman prokatga. Ketdim. Kaliningraddan Polshaning chegarasiga. Anaqa kenja o'g'lim Kaliningradda ishlaydi. O'tda ko'proq bo'laman. Keyin Moskvaga uchib kelamiz. Hammasi bolalarini olib keladi, keyin Toshkentga ketamiz. Birinchi biz uchib ketayotganda samolyotda ekipajning komandiri chiqib, "Так", deydi. "Где наши сидят?" Hammasi bitta familiyada 20 ta odamniki. Sheremetyevoga korrespondentlar bizani suratga oldi. 20 ta bitta biletda bitta familiyada kelgandi. Ko'p narsachi odam o'ziga bog'liq-da. Bir xil aytadiki, o'sha 70liga borib qolgan, 70dan oshgan, ertalab turaman deydi, hamma yog'im og'riydi, judasa. Og'rigani yaxshi deyman, demak sen tiriksan hali. Hech qanday og'rimasa o'sha bo'ldi, tamomsan. Odamzod qiziq. Sog' bo'ling. Maza qildim suhbatda. Qo'yib.